Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Kichkina videolar qilganman. Yana tilla juda ham kuchli ko'tarilib ketyapti. Demak, keyingi yo'l bizada 3524 bo'lishi mumkin. O'sha yerdan qanaqadir razvorot ketishi mumkin orqaga. Kecha bozor bu yerda edi. Demak, level olindi 3461 va скорее всего agar mana bu уровеньlar уже уровень пробой bo'lgan, agar mana bu уровень ham пробой bo'ladigan bo'lsa, retestdan keyin уже keyingi уровень bizada demak 3524 levelga borish mumkin. Va o'sha yerdan keyin уже naqadar globalniy razворот bo'lishi mumkin. Kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Like bosing.